Xiaomi U7 Max obzorini qo'yganimda 69,5 ming narx aytganman. Biz endi именно shu avtomobilni $1000 ga narxini tushirib qo'ydik. Hozirgi kunda bozorda 75 ming va undan yuqoriroq sotishyapti bu mashinani. Biz sizlarga 68,5 mingga berib yuboramiz. Mana ruchkasiga e'tibor bering. Bunda bossangiz ichkariga kirib ketadi. Ko'rganlar bor, ko'rmaganlar bor. Ruchkalarni qarang, stiklopodъемniklarini qarang. Cho'tkilarni knopkani bosasiz eshik ochiladi. Salonini bahaybatligini qarang. Panorama tomlari bor. Salonlari katta, orqada o'tirgan odam ham qiynalmaydi. Bu yerda mana katta monitor, telefon zaryadka qilish uchun ikkita joyi bor ekan. Bemalol ikkita telefon qo'yib qo'yaverasiz. Podstakanniklari, katta bar. Bundan tashqari eng qiziq joyi mana bu head-up display bo'ladi. Boshidan oxirigacha katta head-up display. Sport Plus'ga qo'yadigan bo'lsangiz 2 sekundda 100 ga chiqadi. Agarda oddiy rejimda turadigan bo'lsa, 3 sekundda 100 ga tezlanadi. 690 ta ot kuchi, 700 kilometr yo'lni bosib o'ta oladi. To'liq elektr avtomobil. Hammaga yoqsa kerak, faralarini qarang. Bahaybat diskalar. Endi e'tibor beringlar, nima mashinaga o'xshaydi? Masalan, lekin Porsche'ga o'xshashib ketadi oldi faralari. Shunaqa qilib ishlangan. Pastda raqamlar qoldirganman. Qiziq bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqinglar. Mana shu mashinani sizga agar yoqadigan bo'lsa, cho'tki narxga beryapmiz. Olib chiqib ketasiz, shaharda bitta bo'lib yurasiz. Sog' bo'ling.